masala shartiga ko'ra bizga bir jinsli elektr maydon berilgan. Va bu bir jinsli elektr maydon kuch chiziqlari bo'ylab elektron harakatlanmoqda. Ya'ni rasmga mos ravishda elektron o'ng tomonga qarab harakatlanmoqda. Uning maydonning ma'lum bir nuqtasidagi tezligi v1 ga teng. Va qandaydir masofani o'tgandan keyingi tezligi esa v2 ga teng. Masala shartiga ko'ra v2 v1 taqsim 2 ga teng deyilgan. Elektron tezligi v1 ga teng bo'lgan nuqtadagi elektron maydon potensiali f1 ga, tezligi v2 ga teng bo'lgan nuqtadagi elektr maydon potensiali f2 ga teng. Masala shartiga ko'ra shu f2 potensialning qiymatini aniqlashimiz kerak. Buning uchun biz energiyaning saqlanish qonunidan foydalanamiz. Elektronning birinchi nuqtadagi kinetik energiyasi bilan birinchi nuqtadagi potensial energiyasining yig'indisi elektronning ikkinchi nuqtadagi kinetik energiyasi bilan potensial energiyalarning yig'indisiga teng bo'ladi. Bu bizning ikkinchi ifodamiz bo'lsin. Kinetik energiya m v kvadrat taqsim 2 ifoda yordamida aniqlanadi. Bu yerda m elektronning massasi. Va u 9,1 ko'paygan 10⁻⁻1 31 kilogramga teng. Elektr maydonda joylashgan zarrachaning yoki bizning holatimizda elektronning potensial energiyasi q fi ifoda yordamida aniqlanadi. Bu yerda q elektronning zaryadi. Elektronning zaryadi manfiy bo'lib, u minus y ga teng. Y bu yerda elementar zaryad 1,6 ko'paygan 10⁻⁻19 kulonga teng. Elektronning zaryadini minus y ga tengligidan foydalanib, to'rtinchi ifodani elektronning potensial energiyasini y fi ko'rinishda yozib olamiz. Bizning 5-chi ifodamiz bo'lsin. 3-chi va 5-chi formulalardan foydalanib, ikkinchi ifodani qayta yozib olamiz. Demak, birinchi nuqtadagi kinetik energiya m v1 kvadrat taqsim 2, birinchi nuqtadagi potensial energiya y f1, ikkinchi nuqtadagi kinetik energiya m v2 kvadrat taqsim 2, ikkinchi nuqtadagi potensial energiya y f2. Bu ifodadagi v2 ning o'rniga v1 taqsim 2 ni qo'yamiz. Ifodani soddalashtiramiz.
Bundan E fi 2 E fi 1 plus M v1 kvadrat taqsim 8 minus M v1 kvadrat taqsim 2 ga tengligi kelib chiqadi. Bu ifodani ikkita tomonni e ga bo'lib yuborsak, fi 2 ni aniqlab olamiz. Fi 2 barobar fi 1 minus 3 taqsim 8 M v1 kvadrat taqsim e ga tengligi kelib chiqadi. Bu o'sha elektron tezligi 2 marta kamayadigan nuqtadagi elektromaydon potensialining aniqlash formulasi hisoblanadi. Bu ifodaga masala shartida berilgan son qiymatlarni qo'yib, fi 2 ning qiymatini aniqlaymiz. Fi 2 barobar fi 1 bizda 100 volt 3 taqsim 8 M elektronning massasi v1 6 megametr taqsim sekund 6 ko'paygan darajasi 6 E esa elektron elementar zaryad 1,6 ko'paygan darajasi -19 kulombs. Bundan fi 2 barobar 23,3 voltga kelib chiqadi.